Bugün o'qiydigan hikoyamiz Momam aytgan hikoyalar to'pining 6 qismi. Bu kitobda 2 hikoya bor ekan. Birisi o'rin bola, yana birisi yolg'onchi bola. Buningda bir dehqon so'zlandi ekan. Dehqon deganchu etizliqqa, yaga, qo'noq, bug'doy degandek narsalarni terib, teriydi. Andikin o qo'noq bug'doylarni biz akilib, buningda non, tamoq etib yeymiz. Shunlar vatanda hammamizning dehqon tuqqanlari bor. Bo'libmi, men kichik vaqtimda cho'ng dadamning davomliq shu yezdik uyga borardim. Mening cho'ng dadam dehqon. Shunlar o cho'ng dadamning yerlari bordi, qo'noqligi bordi. U yer deganda andikin qo'g'illigi bordi, tavuzligi bordi, bog'lari bordi. U yerdan har xil tatlı yemeklarni uzib yeb, meva-chevalarni bekmi xushal bo'lib ketardim. Ma kitobdagi ma'u do'ppi ekan, do'ppa deymiz. Bu dehqondan beshiga do'ppi kiyib olibdi. Anandiki manichu bolam. Bu degan somka, burungi zamonda Uyg'urlar ishlatgan somka. Buni xurjun deymiz. Mani oq ko'ynakni, buni yaktak deymiz. Beliga bog'lab olgannichu bolam. Belbog' deb ataymiz. Burungi zamonda yezlarda hammadan ütek kiydi. Bu ütekninki ikki xil roli bor. Birga putni pokiz turdi. Yan birgacha ot minganda otning beqiniga bok urib qo'ysa ot mangmaydi. Shun buni ot mindigan bo'lg'ashqa Uyg'urlar jammadamning uyida ot, eshak bor. Shu mindigan bo'lg'ashqa bu ot biz xurumdan ütek kiymiz. Shunlar endi bilib oldinglar. Endi hikoyamizni boshlaylik. Burnusda bir dehqon bolasini ilib bozorga mengibdi. Büyük dehqonlarning ba'zida har yakshanba kuni bozor bo'ldi ekan. O'g'li bozorga peshqab bek mamroq ekan. Shuning bilan ular yo'lda ketibdi. Yo'lda ketib olsa, yerda bir otning taqisi turibdi. Shuning bilan buvay debdi-da: "Ey bolam, taqini ap qo'ya, lozim bo'lib qoldi. Bu yerda tashlanib qopti. Bu ko'milib, axlat bo'g'icha biz ilib olaylik" debdi. Lekin o'g'li bak o'ringa. U egilishdan ayimlib, "Bo'ldi da, ko'ni taqini nima qilamiz yig'ib? Bo'ldi qila" debdi. Unda debdi-da, "Undaq dema o'g'lim. Kerakli toshning eg'iri yo'q" debdi. Bir qidim yerga ingishdan erinib uni olmasak, keyin uning xo'liqini tortimiz, xorliqini tortimiz debdi-da, ingishib, u egan ilib xurjuniga sap qo'yibdi. Shuning bilan ular bozor qarab ketaveribdi. Shunlan u bozordagi sodliqlarni tugitib, anandikin u ko'ni taqini bir to'muvchining yoniga olibdi. Hamda uni 1 tangaga setibdi. Buvay bu 1 tangaga jigdichining oldiga berib, 100 dal jigda olibdi. Jigdi deganchu tishlandak yeydigan qurtilgan yemeklik, meva, qurtilgan meva. Tishlarga o'xshab qoladi. Appang dadanglardan so'rasanglar, jigdin deb berdi. O'zi seriq, tishlan qizil bo'ldi, jigda seriq bo'ldi. Shuning bilan bu dadasi 100 dal jigdini yonchiqqa mahkam sapdi. Shuning bilan bu bolaning qo'sqi uy qaytqicha ko'r ichibdi. Lekin dadasi bozordan bu bolaga qasdan hech nima bermabdi. Chunki bu bola o'rinliq qilgandan keyin o'rinliqning ta'misini qanday bo'lganligini bilib baqsin debdi. Shuning bilan bu bolaning qo'sqi bek ichib ketibdi, bozordan kelgacha ular mengibdi. Bu bola ichida dadamda jigdi bor, eli bera deb dadasining orqada agishib mengaveribdi. Biroq dadasi bermabdi. Shunlar uyga oz qolganda dadasi eliq jigdini bir taldan yay tashlab mengibdi. Shundan bu bola xo'shlab ketib, eliq jigdini 5 daldan terib og'ziga sap yigiltiribdi. 1, 2, 3,
4 deb shuna qilib bu bola 100 qitim yadin jigdin terib yepti. Uyigimi kepti. Shuning bilan, "Ha balam, jigdi tatliqmi ekan?" debdiki. "Ha, dada, jigdi bek tatliq ekan-ku, bek tatliq ekan" debdi. "Ha, jigdi tatliqmi ekan? Lekin shu tatliq jigdiga qancha qitim egilding balam?" debdiki. 100 dal jigdi bo'lgandikin, sen 100 dal tashlading, men 100 qitim egildim" debdi. Balam. Sen aşı bir tal taqqa egilishga o'rinliq qilganding. Qara, mau jigdiga bir qitim emas, 100 qitim egilding. Shu taqni olmagan bo'lsaq, bu jigdimi kelmaydi. Ishdan qochgan bilan qo'saqdan qochqil bo'lmaydi emasmi? debdi. Shuning bilan do'stim bu gapini anglagan bola to'limi xijolat bo'pti. Shuningdan keyin bu bola faqat o'rinliq qilmaydigan bo'pti. Shuning bilan hikoyamiz tugabdi. Demakchi, o'rin bo'lsaq bo'lmaydi ekan, o'rin bo'lsaq qo'sqimiz ichi birdi ekan. Shunga o'rinliq qilsaq, qo'sqimizning ichini to'xtatmaydi ekanmiz. Shunga amal ba, ota-onalarga yordamlashib uyda nima ish qilib beray, mashina qilib beraymi deb ishchan bo'lsanglar, jiq-jiq isil narsalarni yalaydi ekansizlar. Ma'qulamsa?